Yurtimizda vatan himoyasi kabi ulug'vor ishga o'zini bag'ishlagan harbiylarimiz hamisha hurmat va e'zozda. Bu viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan 3 avlod uchrashuvi tadbirlarda o'z ifodasini topmoqda. Yosh avlod qalbida vatanparvarlik ruhini shakllantirish, ularda sohaga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishni maqsad qilgan uchrashuv misolida mavzuga muxbirimiz to'xtaladi. Olot tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tashabbusi bilan Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi faxriylar kengashi va otaliqqa olingan yoshlar ishtirokida 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, inson huquqlarini ta'minlash, aholi farovonligi yo'lida olib borilayotgan xayrli ishlar, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish borasida o'tgan davr mobaynida bajarilgan ishlar haqida to'lqinlanib gapirdilar. Shuningdek, yoshlarga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor, harbiy xizmatchi bo'lish kabi mas'uliyatning asl mohiyati va davlat rahbari tomonidan ularga yaratilayotgan sharoitlar xususida fikr-mulohazalar bildirildi. Uchrashuv davomida soha faxriylari yoshlarga o'tmish va bugunning o'zaro tafovuti, u zamonlarning qiyinchiliklari haqida so'zlar ekan, yoshlarga tinchlik davrining qadriga yetish lozimligi to'g'risida ta'kidladilar. Uchrashuv davomida Olot tumani favqulodda vaziyatlar bo'limida xodimlar yaratilgan sharoitlar bilan tanishtirildi. Shu yerning o'zida yong'in qutqaruv avtomobillari va jihozlarining ko'rgazmali namoyishi tashkil etildi. Ko'rgazmali tarzda yong'in qutqaruvchilar maxsus narvonlar orqali baland binolarda qolgan jabrlanganlarni qutqarish tadbirlarini amalda namoyish etdilar. Bu uchrashuv uyushmagan yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'usini uyg'otib, qutqaruvchi kasbiga bo'lgan qiziqishni oshirdi. Shu kuni tadbirlar Olot tumanidagi Fitrat akademik ixtisoslashtirilgan maktabda davom etdi. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi davomida o'quv muassasasida tashkil etilgan fuqaro muhofazasi kunlari doirasida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i tomonidan o'quvchi yoshlarga zilzila, yong'in, botulizm, xavfli yuqumli kasalliklar, is gazdan zaharlanish va boshqa baxtsiz hodisalarning oldini olish borasida tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tasarrufidagi Temurbeklar maktabiga o'qishga kirish maqsadida bo'lgan yoshlarga o'quv muassasasi to'g'risida to'liq ma'lumot berildi.